Assalomu alaykum oshxona yo'l ishqibozlari. Mana navbatdagi oshxona yo'limiz tayyor bo'ldi. Bu oshxona yo'limizni Namangan viloyatiga olib kelib ustunovka qilib berdik. Bu joyimiz 3/5 joyga tushdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kafellarni ham bosib, chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha ishlarni bitkizib, simisikllargacha qatirib, to'kmontajlarni ham qilib berdik. Bu oshxona yo'limiz 5.350.000 ga tushdi. Buning ichida shu shulkalari qorasidan qo'yib berganmiz. Mo'ykasi, sochiqligichlarigacha qo'yib qo'yganmiz. Diod chiroqlari, magnitlari, ba'da vitichkalarni ham tayyor qilib ishlaydigan qilib, teshib ishlashga tayyor qilib berganmiz. To'kmontajlarni ham qilib. Mana kafellarning baka-bo'ylari bilan chiroyli qilib, mo'ykani ham simsit bilan ulab ishlashga tayyor qilib berdik, xudo xolasa. Oshib-oshiqlarimizga keladigan bo'lsak, oshib-oshiqlarimiz 4 tadan shurib to'ldirilgan, vakuumli yaxshisidan bo'ladi. Chekkadagi lentalari ham birli qora bo'ladi. Doskalarimiz rossiyskiy. Tortmalarimiz ham plastmassa shu shulkalarni qo'yib qo'yganmiz. Olib, suvni to'kib ishlatilaveradi. Vakuumli bu tortib oladi. Mashinalarni ham joyini tashab, olib kirib, o'rnatib berdik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska bosib, qandosh urug' tanish-bilishlarga jo'natib qo'yilamiz. Bu oshxona belimiz 2.20 ga chiqqan, bo'yi standart 2.20 bo'ladi o'zi. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Hammaga rahmat.